Bugungi kunda Sirdaryo viloyatining Guliston, Yangiyer shaharlarida va Xovos tumanida faoliyat yuritayotgan Madina Bonu o'quv markazi yuzlab yoshlarning kelajagini qurishda muhim maskanga aylanib ulgurdi. 10 yillik tajribaga ega markazda ingliz tili, rus tili, koreys tili, turk tili va boshqa umumta'lim fanlaridan zamonaviy ta'lim berib kelinmoqda. Malakali ustozlar, zamonaviy o'quv xonalari va natijaga yo'naltirilgan ta'lim tizimi tufayli o'quvchilar xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Madina Bonu o'quv markazi bitiruvchilari IELTS, B2, C1 va boshqa xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, oliy ta'lim muassasalariga kirish va xorijda ta'lim olish imkoniyatlarini qo'lga kiritmoqda. Bu yil markazning 22 nafar o'quvchilari muddatidan oldin talaba bo'lishdi. 2025-2026 o'quv yilida 1000 ga yaqin o'quvchilar umumta'lim fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Markazning asosiy maqsadi har bir o'quvchining iqtidorini yuzaga chiqarish va ularni kelajak kasblariga tayyorlashdir. Zamonaviy ta'lim maskanining barcha xonalari interaktiv doskalar bilan jihozlanmoqda. Madina Bonu o'quv markazi bu shunchaki ta'lim maskani emas, balki orzular ro'yobga chiqadigan, maqsadlar sari yo'l ochadigan va kelajak bunyod etiladigan maskandir. Madina Bonu o'quv markazi, kelajakka ishonchli yo'l.